Hormangizlar O'zbekiston chempionati bo'yicha to'liq hamma komandalarni 16 komandani etib chiqaman. Mana o'zim fikrim. Kimdir qo'shiladi, qo'shilmaydi. Hammasini alohida qo'yib chiqaman. Hamma o'zining fikri bo'lsa, jamoasi bo'lsa, fikr bildirib qoladi. Kechagi o'yindan kelgan, nega fikr bildirmadingiz deyapti. Andijondan boshlaymiz. Muhit zo'r, stadion buyilgi rekord urdi. 19700 chiqardi. Ultras bilasizlar, yaxshi ko'rishimni, muxlislar zo'r. Lekin o'yinchilar, shu yoshi katta o'yinchilar birinchi golda xato, mana Aziz Turg'unboyev xatosi bo'lgani, men 100 marta aytdim. Jahon chempionati oldidan ham hamma menga qarshi chiqdi. Hammanglar ko'rdinglar. Shu Aziz Turg'unboyev bor anaqa mahoratini bekorga bormagan, amin bo'ldingiz deb o'ylayman. Cherani yoki boshqa, lekin Andijon sostavi juda sust. U So'g'diyona bilan o'yinda susayish ko'rinyapti. Kechagi o'yinda ham o'z poliyani o'zi tan olinglar. Juda ham bir anaqa ahvolda edi. Sharmanda qolgan narsalar ikkinchi masala. Qizil ikkinchi masala. Andijon juda qiyin. Даже hokim baraka topsan, oxirigacha ushlab tursan, lekin 10 taliga kirsa ham xursand bo'lish kerak. Lekin muxlislarga jalqi, просто shu ultrasga jalqi, muxlislar katta natija kutyapti. Endi qanaqa katta natija qiladi? O'yinchilar hammasi yoshi katta bo'lsa, bitta yo'li Andijonga yoshlarni jalb qilish kerak. Mana 2-3 ta gol urib tashlagan dublga borib, dubl birinchi o'rinda, to'liq yoshlarni jalb qilib, natijani ikkinchi darajaga qo'yib, yoshlarni chiqarib faqat sochish